Bugun sizlar bilan teppa-tekinga kosmetika olishga boramiz. Bunaqa festivallar Koreyada juda ham ko'p bo'ladi. Shunchaki ularning Instagramiga obuna bo'lasiz va sizga tekinga sovg'a berishadi. Bu yerda juda ham ko'p brendlar bor ekan. Har bir brend o'zining mahsulotini turli xil tarzda taqdim etishyapti. Bu hali boshlanishi, sizlar oxirigacha ko'rsanglar qancha sovg'a olib ketganimni ko'rasizlar. Odam juda ham ko'p va o'zingizni navbatingiz kelishingiz uchun yarim soat ham kutadigan joylari bo'ldi. Shuncha kutganimizga yarasha biz ko'p sovg'ali bo'lib oldik. Rayhon borgan joydan o'rtoq topib oladi va men Myanmali qiz bilan tanishdim. Mayli chalg'imaymiz. Men bu yerda bitta bola stavka yordamlashyapti, shari qolmay qolibdi. Bunaqa navbatlarni nechtasini ko'rdim va nihoyat men navbatim keldi. Menga niyat sanamay surum tushdi va menga stav qachon, qayerda, qaysi vaqtda surishni o'rgatib, menga tushuntirib berdilar. Mana bu navbatni qaranglar. To'g'risi bu festivalda bitta ham kars ko'rganim yo'q, hammasi chet ellik edi. Lekin shu brend dekoratsiyasini yondirib qo'yibdi. Menimcha bu brendning mahsulotlarining ichida shaftoli bor. Sumkamni ko'rasizlarmi, ichi to'lib ketganini. Shuncha kosmetikani bitta o'zingiz ishlatasizmi deb aytadiganlarga ishlatadiganimni olib qolaman va qolganini sovg'a qilib boraman. Keyingi videoda katta unpacking bo'ladi. Shunga meni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.